Mo'min mukofotini Allohning huzurida kutish kerak. Odamlarning huzurida emas. Mukofot Allohning huzurida. La nuridu minkum jazaa'an va la shukura. Biz odamzoddan na bir mukofot, naki bir shukrona istab amal qilmaymiz. Va har qanday bu yo'lga chiqqan kishi, da'vat yo'li bo'lsin, jihad yo'li bo'lsin, bu yo'lining natijasini mana shunaqa bo'lishlik kutib chiqmasin. Bu yo'lning natijasi jannat bo'lish uchun chiqilinadi. Mana qarang. Yusuf alayhisalom podshoh u kishiga shuncha maqomni bersa, bir marta o'sha podshohga maddohlik qilganliklari eshitildimi? Unga bir sajda qilib, u kishi o'sha podshohni bir maqtab, unga shukronalar qilganligi eshitildimi? Yo'q. Chunki u kishi bilib turibdilar, podshohning qalbiga u kishiga nisbatan ta'zim tashagan zot Alloh. Shuning uchun madh qilsalar Allohni madh qiladilar endi. Ammo hozir odamlarni ko'ring, podshoh unga ozroq maqom bersa, medal bersa, podshohga aytayotgan hamd sanolarni qarang, Allohga aytilmaydi uni hamd sanolar. Yo Rabbi, bu yurtga vatanini sevadigan, xalqini sevadigan, ulamolarini sevadigan, Imom Buxoriylarni sevadigan rahbar ato qilgin deb duo qiluvdilar. Necha yil kutdim shu duoni mustajab qilgin. Bugun sizda ko'rdim, alhamdulillah. Endi bu hozir qissani qarang. Yusuf alayhisalom qamoqda o'tirgan hollarda birdaniga podshohning oldida paydo bo'lib qolganliklari zikr qilinyapti. Mana podshoh uni menga olib kelinglar, o'zimni nafsimga xolis odam qilib olaman deyapti. Keyin gaplashgach, deb birdaniga oldida kelganlikka o'tib ketyapti qissa. Tabiiyki, Yusuf alayhisalomni borib katta tantanalar bilan olib kelishgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan shu qissada tafsirida keladi. Podshoh Yusuf alayhisalomni chaqirtirganda u kishiga tilladan bo'lgan taxt qilib chaqirtirgan. U taxt tilla yoqutlar bilan bezalangandi. Dur yoqutlar bilan. U kishiga ipaydan bo'lgan xulla, ya'ni to'n kiygizgan. Taxtning uzunligi 30 ziro, eni 10 ziro edi deyilgan. 30 qavat ustida to'shanchiq bor. Ana shu taxtga kelib o'tirdi chaqirgan Yusuf alayhisalomni. Endi bu qissa mayli qay darajada bo'lgan, bo'lmagan, undan qat'iy nazar, lekin hamma mufassirlar zikr qilganki, ittifoq qilgan narsasi mufassirlarni juda katta dabdaba bilan Yusuf alayhisalomni olib kelgan. Chunki podshohlarning odati bu, odatda o'ziga yoqqan kishisini shunaqangi katta dabdaba bilan qabul qilishar mehmon qilib. Lekin aytmoqchi bo'lganimiz, shu narsa qarang, Qur'onda zikr qilinmagan. Yusuf alayhisalom qamoqda o'tirgan holatida podshoh olib kelinglar, o'zimning xos nafsimga inson xos kishi qilib olaman o'zim nafsim uchun degan joyi zikr qilinyapti. Va keyin birdaniga kelib gaplashganligi zikr qilinyapti. U o'sha odamlar zikr qilgan dabdabalar zikr qilinmayapti Qur'onda. Buning sababi nima deganda, chunki mo'min odam asli bunaqangi dabdababozlikni istamaydi. Bu dunyoning bir chiqindilari hammasi qanchalik buyuk bir dabdaba bilan kutib olinsa ham Alloh mu'minlar haqida aytadi: "Tilka darul axira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada." Biz u oxirat diyorini yerda katakonlik va buzg'unchilikni istamaydiganlarga beramiz degan. Mayli kimlardir dunyo ahli mu'minlarni o'zi shunaqa qilib hurmat qilishlikni hurmat deb bilar, lekin aslida mu'min inson buni istamaydi. Mana shundan 823-foydani olamiz. Mu'min mukofotini Allohning huzurida kutish kerak. Odamlarning huzurida emas. Yusuf alayhisalomga ko'rsatilgan o'sha dabdaba, ehtirom Qur'onda zikr qilinmadi, mana shu narsani mu'minlarga tushuntirish uchun. Sen asli bunaqangi dabdaba uchun harakat qilma. Mukofot Alloh huzurida. La nuridu minkum jazaa'an va la shukura. Biz odamzoddan na bir mukofot, naki bir shukrona istab amal qilmaymiz. Va har qanday bu yo'lga chiqqan kishi, da'vat yo'li bo'lsin, jihad yo'li bo'lsin, bu yo'lining natijasini mana shunaqa bo'lishlik kutib chiqmasin. Bu yo'lning natijasi jannat bo'lish uchun chiqilinadi. Odamlar endi o'zlaricha sen istamasang ham shunaqa qilsa senga zarari yo'q. Lekin asli bu g'oya emas. Bugun ko'p odamlar ana shunaqangi dabdababozlikni kuzatish natijasida o'zini yo'lini natijasi ham shunaqa bo'lishligini istaydi. Bu qalbga tushgan fitnadan. Agar shunaqa natijaga erishsa, mana nimagadir erishdik deydi. O'shanaqa natijaga erishmasa, nimaga erishding mana shuncha yil shunaqa qilib deydi. Aslida nimaga erishgan insonni oxiratda ko'rinadi.
Val aqibatu lil muttaqin. Oqibat taqvodorlarniki degan Alloh. Bu dunyoda ko'rinadi demagan. 824-foyda. Kishi yerdagi malikni nazariga tushishdan oldin osmonlar va yerning malikining nazariga tushish kerak ekan. Ana shunda bu podshohlik sizga zarar bo'lmaydi. Aks holda inson osmonlar va yerning malikini nazariga tushishdan oldin bu yerdagi malikning nazariga tushishga harakat qilsa, unga bu mulk fitna bo'ladi. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar, kimniki qalbida Allohning viqori, ta'zimi bo'lsa, unga osiylik qilishdan, Allohdan hayo qilsa, ya'ni qalbida, Alloh xaloyiqning qalbida uni viqorini tashlab qo'yadi, ular uni xorlashligidan viqor qiladi. Mana Yusuf alayhisalomning qalbida Allohning makonati bo'lganidan podshoh u kishiga aytayaptiki, men seni o'z nafsim uchun xolis kishi qilib olaman. Sen bugun bizning huzurimizda makonatli, ishonchli kishisan dedi. Va hatto qamoqda o'tirgan hollarida ham yigitlar u kishiga qarab, inna naraka minal muhsinin, biz seni muhsinlardan ekanligingni ko'ryapmiz dedi. Ular podshoh ham va qamoqdagi yigitlar ham Yusuf alayhisalomni qalbi sofligi bilangina u kishida mana shu sifatlarni bilishdi. U kishining qalbi sofligi uning nuri a'zolariga chiqib turgandi chunki. Shuning uchun buni ko'rgan zahoti a'zolaridagi nurni tillar nutq qivordi, biz seni muhsinlardan ekanligingni ko'ryapmiz deb. Ya'ni Ibn Qoyyim so'zlaridan maqsad, sen qalbingda Allohga osiylik qilishdan Allohning viqorini his qil, ta'zimini. Ana shunda xaloyiqning qalbida ham Alloh senga nisbatan ta'zim tashlaydi. Agar seni qalbingda Allohning ta'zimi bo'lsa, xaloyiqning qalbida seni ta'ziming bo'ladi. Va qalbingdagi Allohga bo'lgan bu ta'zimning nuri a'zolaringga chiqadi. Va buni keyin har qanday basirati ochiq inson ko'radi, ongi ochiq kishi va bunda tili nutq qiladi. Ba'zilar esa aksini qiladi. Qalbida Allohning ta'zimi bo'lmasdan odamlardan unga ta'zim qilishlarini talab qiladi. Yoki qalbida haqiqiy malikul muluk, podshohlar podshohi Allohni ta'zimini qilmasdan dunyo podshohlari uni keyin ta'zim qilishini istaydi. Keyin qachonki o'sha podshohlar yoki odamlar unga ta'zimni bersa, Alloh rozimi, norozimi, undan qat'iy nazar o'shalar bilan u do'st bo'ladi. Mana shu podshohlik fitnasi deyiladi. Shu podshohlik fitnasi bo'lmasligi uchun sen podshohlarnimi, insonlarnimi qalbidagi ta'zimingni Allohdan olishing kerak. Uki qalbingda Allohni ta'zim qilish bilan. Mana qarang. Yusuf alayhisalom podshoh u kishiga shuncha maqomni bersa, bir marta o'sha podshohga maddohlik qilganliklari eshitildimi? Unga bir sajda qilib, u kishi o'sha podshohni bir maqtab, unga shukronalar qilganligi eshitildimi? Yo'q. Chunki u kishi bilib turibdilar, podshohning qalbiga u kishiga nisbatan ta'zim tashagan zot Alloh. Shuning uchun madh qilsalar Allohni madh qiladilar endi. Ammo hozir odamlarni ko'ring, podshoh unga ozroq maqom bersa, medal bersa, podshohga aytayotgan hamd sanolarni qarang, Allohga aytilmaydi uni hamd sanolar. Mana shu nimadan deyapmiz? Ishni eshigidan kelmagan. Ta'zimni qalbida Allohga ta'zim qilishdan emas, podshohlarga ta'zim qilishdan olgan. Ana shuning uchun inson fitnalanadi.